Keyingi mavzu. Bu ham ko'pchilikka taalluqli bo'lgan mavzu. Janoza namozida qanday o'qiladi? İçimizde ko'pchilik bor janoza o'qishni bilmaydi. Ho'kisdan otangga kim o'zing o'tib ber desa, o'tib bera olmaydi. O'rganmagan. Otasini, onasini oxirgi marosimda kuzatar ekan, duosini qilishni bilmaydi. Janoza namozida qanday o'qiladi? Janoza namoz musulmonni hurmatlagan oxirgi hurmatimiz bo'ladi. Şu dünyadagi oxirgi hurmatimiz 40 ta, 50 ta, 100 ta, 500 ta, 1000 ta odam kelib, hali odamni hurmatlab, haqqiga duo qilib, ko'tarib olib qo'yamiz. Shunday bo'lsa qanday qilinadi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan biror marta kelmagan Rasulullohni janozani masjidda ichida o'qigani kelgan emas. Rasulullohning odatidan emas bu. Doimo masjidda qasdi tashqarisida o'qiladi janoza namozi. Ammo bir marta o'qiganlar. Suhayl ibn Baydo bilan uning akasiga shunday holat bo'lib qolib masjidda o'qiganlar. Lekin bir marta o'qishligi buni bo'lishiga nima hujjat emas. Zarurat tufayli shunday qilingan. Rasulullohning odatidan emas edi. Janoza namozi qanday o'qiladi? Janoza namozi tikka turgan holda imomga janozaga iqtido qildim deb niyat qilinadi. Allohu akbar takbir aytiladi, undan keyin sano o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika. Undan keyin imom Allohu akbar degandan keyin salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Muhammad. Undan keyin imom Allohu akbar degandan keyin duo o'qiladi. Sizlar shu yergacha bilasizlar, yaxshi bilyapsiz shu yergacha. Va iyaq qoldi. Iyaqdagi duolarni biroz yodlab qo'yishga to'g'ri kelasizlar. Duolardan keladiki, Allohumma fil hayyina va mayitina. Allohim tirigimizni ham, o'ligimizni ham kechirgin. Bizni shu yerga hozir bo'lgan shohidimizni ham, g'oyib o'tib ketgan g'oyiblardan kechirgin. Sag'irani, kichkinamizni, kattamizni kechirgin. Erkak va ayolimizni kechirgin. Allohim buni mag'firatingga olgin, bunga rahmatingni bergin. Va'fihi va'fu anhu, bunga Alloh taolo ofiyat bergin, buni afv qilgin. Borgan yerini hurmatli qilgin, kirgan yerini keng qilgin. Uni Alloh taolo suv bilan, qor bilan, do'llar bilan yuvgin. Ya'ni gunohidan badanini o'tdi bo'lib qolishidan Alloh asrab suv bilan yuvgin. Alloh taolo buni gunohlarini ba'zan oppoq libos tozalagan kabi tozalagan. Allohim buni hovlisiga, uydagi hovlisidan ko'ra yaxshiroq hovliga almashtirgan. Uydagi ahlidan ko'ra yaxshiroq ahliga almashtirgan. Allohim jannatga kirgizgin. Do'zaxdagi azobdan, qabrdagi azobdan Alloh o'zi asragin. Qabrini munavvar qiling degan uzun bir arabiy duolar. Shulardan bir qismini yoki 3-4 qatorini yodlab qo'yishni bilmaydi. 3-4 qator Allohumma g'firlahu varhamhu. Allohumma g'firlahu varhamhu. Shuni yodlab qo'yishga o'zi yetarli. Shuni 10 marta, 20 marta aytib turaverasiz. Imom bu yerda aytadi, siz ichingizda bir duo qilib turganingiz yaxshiroq bo'ladi aslida. Xo'psizlar, farzand kichkina farzand bo'ladigan bo'lsa, Allohumma ja'alhu zahran li validayhi. Ota-onasi uchun zaxira qilgin. Va ota-onasi uchun borib joy tayinlab turuvchi farad qilgin. Va ota-onasi uchun ajr mukofot qilgin. Qiyomat kuni qabul qilingan shafoatchi qilgin degan ajoyib bir duolar bor azizlar. Shu duolarni yodlab qo'ysa yaxshi bo'ladi azizlar. Kimga endi janoza namozi takbirlariga ulgurmay qoldi? Shunday holat bo'lib qoladi. Janoza namozi takbirga nima qilmadi? Ulgurmay qoldi. Shunday kelib pastga tushguncha imom Allohu akbar deb o'qib yordi. Ikkinchi takbirga yoki uchinchi takbirga o'tib ketdi. Bu odam nima qiladi? Bu odam kelib imom turgan yeriga Allohu akbar qo'shiladi. Imom salom berib bo'lgandan keyin nechta takbirga ulgurmagan bo'lsa, shuni nima qiladi? O'qib qo'yadi. Modomiki mayitni joyidan nima qilish bo'lmasa, ko'tarish bo'lmasa. Ulgisa shuncha ulgiydi. Ammo mayit ko'tarilib jildirishi bilan endi bu odam o'qishini nimasi yo'q, foydasi yo'q. Takbirni o'zini aytib qo'yadi. Allohu akbar, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb aytib qo'yadi. Tushunarli? Kech qolgan odamning hukmi mana shunday bo'ladi. Ayollarda janozani orqasidan chiqishligi harom. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonasida bundan keyin ham birorta ayol janozani tobutda orqasidan ergashib chiqqan emas. Chiqsa ham rovotiga kuzatib qo'yishi mumkin. Ko'chaga chiqib, voydot mana deyishda bularni hamma narsalar harom qilib aytilgan narsalar. Ayollar janoza o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydimi? degan savol bor. Ayollar janoza o'qisa bo'ladi. Agar shunga sharoit bo'lsa. Qanday? Payg'ambar alayhisalom zamonasida Abu Talhani o'g'li Uvaymir vafot qildi. Kichkina bola, 5 yoshli bola vafot qilgan. Payg'ambar alayhisalomga Abu Talha aytgandan so'ng
Bular farzand tayinlashgach, payg'ambar alayhisalom ularning uyiga bordi. Farzand qo'yishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandga janoza o'qidi. Orqada otasi va 3 ta kishilar va uning orqasida Ummu Sulaym bor edi. O'sha farzandning onasi janoza o'qigan. Ustiga boshqa bir rivoyatda keladi, Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu, payg'ambar alayhisalomning tog'alari, maqtangan tog'alari. Bu meni tog'am, kimi meni tog'amga o'xshagan tog'asi bor deb maqtanib qoldilar. Shu kishi payg'ambar alayhisalomdan keyin anchadan keyin vafot qilgan paytda Oysha onamiz o'zi o'sha mayitni ahlini ichiga haj jo'natib iltimos. Janoza o'qilib bo'lgach, kelinmatan bizni masjidda janoza o'qib qo'yinglar, Rasululloh masjidi. Biz ham savobga erishib qolaylik. Bu ulug' sahobani janoza qatnashib qolaylik deb iltimoslariga ko'ra janozasini olib kelib masjidda o'qishgan. Payg'ambar alayhisolamning o'sha juft halollari nima qilishgan edi? Janozasiga qatnashib o'qishgan edi. Bu narsa hujjat bo'ladiki, ayollar janoza o'qishi imkoni bo'lsa, mumkin bo'ladi. Masjidga olib chiqsak yoki boshqa o'qilsa mumkin bo'lmaydi. Illoki uyda o'qilsa, ayollarimizga o'rgataylik janozani. Orqaga turishib olib, janozaga iqtido qilib ergash bo'lsa bo'ladi aslida. Haqiqatan ham ko'rasiz, biz ayollar tomosha qilib turishadi xolos. O'qi janoza, qiyratchalik, bir Uhud tog'ichalik nima bor? Savob bor. Afzal bo'ladi, yaxshilik.